Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan arab tilidagi eng oxirgi harf ya harfini o'rganamiz. Ya harfida kema pastga tushadi. Ba harfi, nun harflari bo'lgandek, ya harfi ham shu oilaning toifasiga kiradi va boshi bir xil ko'rinishda. Boshini kesib olamiz, bir xil ko'rinish. O'rta ko'rinish xuddi shuni o'zini kopiyalaymiz, nusxalaymiz, ming bor uzr. Shu yerga qo'yamiz va oxirgi ko'rinishda o'zining asli ko'rinishini olib mana bu joyga qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Chiziqning to'g'risiga qo'yishingiz kerak. Agar ustiga bo'ladigan bo'lsa yoki bu tarzda bo'ladigan bo'lsa xato. To'g'risiga qo'yamiz va harflarimiz tayyor. Ya, yi, yu tarzda bo'ladi. Xo'p, ana endi bemalol istagan so'zinglarni yozishinglar mumkin. Yanvar, yanvar tarzda bo'lishligi mumkin. Yoki ya sin yozishinglar mumkin. Yoki o'rta ko'rinishligi ayyamun. Endi sizlarga mazza, xohlagan so'zinglarni yoza olasizlar. Ayyamun. Xo'p, o'rta so'zda nawaytu. Nawaytu tarzda bo'ladi va oxirgi ko'rinishda o'zining asli ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, labbay deymiz-ku. Labbay bitta nuqta ko'payib ketdi. Labbay. Yoki xo'p, qalaysan deymiz-ku. Qalay, qolay tarzda. Asosiy bo'lgan mana yozuvlarga ahamiyat qarating. Yeni ko'rinishi ust jihatga chiqib qolmasa, mana bundoq bo'lmasa, bu xato. Xo'p, endi talaffuzga kelsak, y harfi yangi yo'l so'zimiz kabi ya tarzda yoziladi. Faqat bu tarzdagi y'ga birlashtirib olmanglar. Y, mana bu jihatdagi y, ruschada kimdir foydalansa yoki o'zimizning lotindagi y harfimiz yoki turkiyada ham shu yozuvda y bo'ladi. Sukunli bo'lganda ozgina ushlab turamiz. Ay, i, uy tarzda bo'ladi. Ya'ni ayru degan so'z bo'lsa, ayru emasda, ayru tarzda talaffuz qilamiz va nihoyat oxirgi harfimizni ham 28-harf ya harfini ham o'tib oldik. Inshaalloh kam kurslarga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar vaqtingizni olganimiz uchun. Endi bundan keyingi bo'ladigan darslarimiz boshidan boshlanadi. Ya'ni qayta darslar bo'ladi. Takrorlar juda muhim bo'lgan narsa. Bu faqat yuzaki bo'lgan darslar bo'ldi. Ya'ni 100 qismi o'tildi. Bundan keyingi bo'ladigan jarayon, albatta vaqtimga qarab harakatda bo'laman. Salomat bo'linglar. Inshaalloh ko'rishguncha.